Agar bu toychoni siz yutib oladigan bo'lsangiz, aka, mana buni qarang. Voy voy voy, faralarni xohlagan rangingizga o'zgartirib qo'yasiz, aka. Bundoq qilib qo'yamiz a. O'rtoqlar, kobaltlarni qaranglar, turishini, toychoni. Bu zerikib ketdi. 6 ta ishtirokchini aniqladik. Xudo xolasa hech qanaqa shartsiz bu kobaltni obunachilarimizdan bittasiga hadya qilamiz deb aytganmiz. Faqat 7 ta ishtirokchini aniqlab olib va 7 tadan ichidan bittasiga hadya qilamiz deganmiz. 6 tasini aniqladik. Voy, okay, sizga bitta ko'rsatdik toychog'ingizni. Voy, salonlarni qarang, okay. Dushi mehr berilgandek toychog'iga bor-ku. Mana buni ko'ryapsizmi, kuzovini qilib qo'yganimizdan diskasigacha, okay. Men endi ko'p gapirib o'tirmayman, ta'rif berib o'tirmayman. Bitta yurakdan qizartirib qo'ying, agar yoqqan bo'lsa, orqa faralarini qarang, eslayapsizmi? Hamma bilan maslahat qilib qoraytirgan edik. Xo'p, 7-ishtirokchini aniqlaymiz. U uchun alohida post qo'yamiz. Glavniy akkauntimizga obuna bo'lib qo'ying. Nima uchun? O'tkazib yubormaslik uchun, okay? Menga obuna bo'lishingiz shart emas, okay? Menga qiziq bo'layotgan joyi qaysi viloyatdan yutib olisharkin, qaysi viloyatdan, balkim Toshkentdan, bilmayman, o'rtoqlar. Prosta siz kommentariyaga yozib keting. Qaysi viloyatdan turib, o'zi umuman dunyoni xatidan turib kuzatyapsiz, bizani qo'llab-quvvatlayapsiz, akam. Joningiz sog' bo'lsin. Bu videoni Cobalt'ni ashaddiy ishqibozlariga jo'natib qo'ymasangiz bo'lmaydi.